hozir sizlar dadalaringni, onalaringni boqayotgan bo'lsalaring, mana chakmonimdan sizlar afzal ish qilayotgan bo'lasizlar. Bilib olinglar shuni. Shu pul topib uyga xarajat olib kirayotgan bolalar sizga juda katta ajr yozilayotgan bo'ladi amalingizga. Shuning uchun uydan Telegramga SMS kelsa yo telefon bo'lsa yo uyda xarajat, dori, bir narsalar deysa, achchig'imiz kelmasin, malollanmaylik. Alhamdulillah dadamiz bor ekan sarflayapmiz. Alhamdulillah onamiz bor ekan sarflayapmiz. Chetda o'tirgan yosh ulug'lar dardi ichida. Qani dadasi bo'lsa ikkita chashka olib kirsin. To'g'rimi? Otamiz, onamiz bo'lsin. Mana biz ham ota-onamiz o'tib ketishdi. Qani bo'lsa ikki dona chashka olib kirib, iloji bo'lsa bizga yoshligimizda yedirgandek yedirib qo'ysak. Ya o'zim yeyman bolam desa ham yo'q. Men keling ona yo dada yeb qo'limda yedirgim keldi deb qani yedirsak. Lekin yo'q, afsus. Dadasi buvisi borlar. G'animat bilinglar shuni. G'animat bilinglar.